HSK 4 darajasidagi bir grammatikani ko'rib chiqamiz. Ya'ni u, lun, shi, hayshi. Bu grammatikani biz qachon ishlatamiz? Qachonki bizga hech narsadan farqi yo'q bo'lsa, ya'ni xoh biror nima bo'lsin, xoh biror nima bo'lsin. Misol uchun, xoh yomg'ir bo'lsin, xoh qor bo'lsin, menga farqi yo'q degan ma'noda ishlatamiz. Ya'ni xoh u bo'lsin, xoh bu bo'lsin, lekin natija o'zgarmaydi. Bizda ikki xil sabab bo'ladi, lekin natija o'zgarmaydi. Demak, birinchi misolga qaraymiz. U, lun, shi, leng, hayshi, ri, wo dou qu yundong. Ya'ni xoh sovuq bo'lsin, xoh issiq bo'lsin, men baribir sport qilaman, ya'ni sport bilan shug'ullanaman degan ma'noda. U, lun, shi, ya'ni nima bo'lishidan qat'iy nazar degan. Leng, sovuq, hayshi, ri yoki issiq. Wo dou qu yundong. Gapni birinchi qismida u, lun va hayshi so'zlari bilan ikki xil bizda tanlov qo'yiladi. Gapning ikkinchi qismida esa egadan keyin dou yoki ye degan qo'shimchani qo'shamiz. Demak, ikkinchi misolga qaraymiz. U, lun, shi, xuesi, hayshi, gongzuo, dou yingai shao kan shouji. U, lun, shi, xuesi, xoh o'qish bo'lsin, hayshi, gongzuo, xoh ish bo'lsin, dou yingai hammasi kerak, shao kan shouji, ya'ni telefonga kamroq qarash kerak, telefonni kamroq o'ynash kerak degan ma'noda ishlatiladi. Demak, sizlarga qisqacha mashq, buni kommentariyaga yozib ketsangiz bo'ladi. Xoh bugun bo'lsin, xoh ertaga, men baribir xitoy tilini o'rganaman. Kommentariyada kutib qolaman. Kanalimizga obuna bo'ling va komment yozishni unutmang.